o'zingga niqob taqib ol. Yana bu kun ko'rib qolmasin. Agar senga biror bir narsa bo'lsa, men yashay olarmidim? Baxtimga omon bo'lgin bolam. Bu safar yana ham senga tegmadik. Lekin yana bizni boshlig'imizni asabiga tegib, har xil ma'lumotlar chiqarib o'zingni ko'rsatmoqchi bo'lsang, keyin biz senga haqiqiy tomoshani ko'rsatamiz. Shundaymi? Ajrashmasa ham Kamol aka meniki bo'ladi. Dugonajon. Nilufar ham bolalari bilan birgalikda kelishgan edi. Balkim nimalardir degandir, yoningda qolgan edi. Qayerlarda eding qizim? Voy sho'rim. Qanaqa qarorga kelsangiz ham sizga qarshiligim yo'q. Mayli sovg'ani olaman, lekin bunaqa sovg'a qilmaysiz boshqa. Xo'p, va'da bering. Hasan bilan gaplashib ko'raman. Ko'ramiz qani, nimani o'ylayotgan ekan. Nima qilsa qilavermaydimi? Hozir uyda yolg'izsan, qo'rqmayapsanmi? Xohlasang yur uyimga. Yo'q, uyda oyimni kutaman. Hech qayerga chiqmayman degandim. Telefonim ham yo'q. Bu haqida ichki ishlarga aytdingmi? Seni o'g'irlab ketishgani haqida? Ha. Ichki ishlar xodimlarini o'zlari uyimizga kelishdi. Bo'lgan voqeani hammasini aytib berdim. Lekin meni o'g'irlab ketganlarning na yuzini ko'rganman, na qayerga olib borishganini. Menimcha ularni topa olmasak kerak. Birorta dalilim ham yo'q. Endi o'qishga qachon chiqasan? O'zi o'qishni davom ettirasanmi? Albatta davom ettiraman. Bu nima degani? Balki ertaga chiqarman. Biroz o'zimga kelib olay deyotgandim. Keyin ishimni ham davom ettiraman. Nima bo'lsa bo'lar. Mayli, o'zing bilasan. Seni fikringdan qaytarish juda ham qiyin. Lekin shunda ham yana bir bor yaxshilab o'ylab ko'r. Bu jiddiy narsa, Maftun. Mayli, men ketdim. Agar ertaga yo'q o'qishga chiqsang, yana ko'rishamiz. Mayli, seni kuzatib qo'yaman. Yura qol. Behruz, hozir nima qildingiz? Siz jinnimisiz? Bilasiz, ish qizda telbama. Bas qiling maynavozchilikni. Hozir u yigit men haqimda nima xayolga bordi, bilasizmi? Ish masalasida uchrashgan bo'lsanglar, nima qilib burchakda gaplashib turibsizlar? Ha? Men sizga ish haqida deyapman. Nima endi? Kim bilan uchrashishimni sizdan so'rashim kerakmi? O'zi qayerdan paydo bo'ldingiz? Nima meni kuzatib yuribsizmi? Ha, sizni kuzatib yuribman. Lola, uzr, qizishib ketdim. Mendan o'tdi. Qo'yib yuboring qo'limni. Boshqa ishingiz yo'qmi? Meni kuzatasiz. Asabiylashmang iltimos sizdan. Asabimga tegdingiz. Ko'zimga umuman ko'ribmang. Sizni ko'rishni umuman istamayman. Men sizga umid bermaganman. Meni tinch qo'ying. O'zingiz yo'lingizdan keting. Lola, Lola. Dildor opa, yaxshimisiz? Men darsimni tugatdim. Shuni aytib qo'yay degandim. Yaxshi, nima bo'ldi? O'zlashtirishi qanaqa bo'ladimi? O'zlashtirishi juda ham yaxshi. Juda ham o'qigisi kelyapti. Qandaydir bir kitob sovg'a qildingizmi deyman. Ha, shuni o'qigisi kelyapti. Yo'q, men hech qanaqa kitob sovg'a qilmagandim. Menimcha o'sha yerdagi kitoblarni ko'rib o'qigisi kelgan. Mayli, men unda bora qolay. Ertaga yana kelaman. Sizga Xo'p. yaxshi yetib oling. Xo'p, mayli. Salomat bo'ling. O'zi u yaramas urishim kerak edi. Bekor shu Lola o'rtaga tushdi-da. Assalomu alaykum. Dildor opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Chidasa bo'ladi. Bugun men ishga ozgina kech qolyapman. Shifoxonaga kelgandim.
Hozir sizni oldingizga bir qiz kiradi. U yangi xodimimiz. Shu qiz bilan tanishib, ishimizni tanishtiring. Qanday hujjatlar kerakligini tushuntiring. Xo'p. U qiz qaysi lavozimga kelyapti o'zi? U menga kerakli va qadrli insonning qizi. O'zingiz yaxshilab kutib oling. Tushunarlimi? Unga ishxonani ko'rsating, loyihalar bilan tanishtiring. Rahmat, sizga ishondim. Xo'p, sizni tushundim. Mayli. Xo'p. Jamoliddin aka, sizga katta rahmat. Mayli. Ulug'bek, rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, xabarlashib turamiz. Albatta. Salomat bo'ling. Rahmat aka. Xo'p, mayli. Ulug'bek, ichkarida nima haqida gaplashdinglar? Bu haqda ayta olmayman. Nega? Bu hozircha sir. Hammasini tagiga yetgandan keyin tafsilotlari bilan tushuntirib beraman. Tushunasan-ku o'zing. Ha, bo'ldi. Sen men bilan yur, bir nechta ishlarimiz bor. Xo'p bo'ladi. Ketdik. Voy. Ha, oyijon, tinchlikmi? Bezovta ko'rinasiz. Aziza kech qolyapti. Bitta uyni yig'ishtirib, kerakli narsalarni olib kelish shunchalik qiyinmi? Voy. Ha, bu yerga kelib ovqatga qaramaydimi? Xo'raysiz, oyijon, dadam ovqatlarni o'zim tayyorlab beraman. Ra'no. Dadang hozir oddiy ovqat yeya olmaydilar. Maxsus ovqat kerak. Buni sen qila olmaysan. Azizani o'zi kelib qilishi kerak. Xo'p bo'ladi, oyijon. Nima desiz shu? Keyin oyi, endi uyimizni qaytarib ololmaymizmi? Oy, Ra'no. Charchatvording bolam, charchatvording. To'g'ri tushun. Uyni boshqa qaytarib ola olmaymiz. So'ramagin shu haq. Boshqa odam bo'lganda ham mayli-edi. Ko'rib turibsan u kim olganini. Bo'ldi, so'ramagin boshqa uy olamiz. Xo'p, oyi. Dadang nima qilyaptilar? Buvim bilan gaplashib o'tirgandilar. Ha, mayli. Borib darsingni qila qol. Xo'p, oyi. Kamol, bolajonim, hech qayering bezovta qilmayaptimi? Yaxshiman oyi. Allohga shukr. Xudoga ming Bir ikki kundan keyin ishimni davom ettirmoqchiman oyi. Qo'ysangchi. Shifokor aytdi. O'rningdan tez turma, o'zingga kelgin deb aytdi-ku axir. Oyi, ular aytaverishadi. O'zimga kelganimdan beri sog' salomat yurganimga shukr qilyapman. Allohga ming qatla shukr, bolajonim, ming qatla shukr. Yotoqqa mixlanib qolgan odamlarga Alloh sabr bersin. To'g'ri aytasan. Har xil ishlarni ortidan yugurib yuramiz-yu. Lekin sog'lig'imiz uchun shukr qilishni bilmaymiz, bolam. Oyi, koma holatda yotganimni aytdim-ku sizga. Xo'sh. Men Nilufar bilan yashadim. Bo'ldi. Sekin gapirgin, bolam. Oyi, menimcha shu Nilufar tufayli o'zimga keldim. Shunday baxtli hayot kechirayotgandimki, hatto bu tushdan gapirma. Uyg'onmasam ham rozi edim, oyi. Jim, bolajonim, jim. Bu gaplaringni Saida eshitsa juda xafa bo'ladi. Axir endi yarashdinglar, qara qandoq chiroyli yashayapsizlar. Bir-birlaringga shunday mossalar. Qo'y bolam, eshitsa xafa bo'ladi axir. Nima, oyijon? Keling, qarang. Aylanib o'rgilib ertadan ish boshlayman deydi. Shuncha gapirsam ham tushunmaydi. Saida eshitsa xafa bo'ladi. Qo'y endi tuzalib ketgin deyapman-da. To'g'ri, Kamol aka. Muncha shoshasiz. Ozgina dam oling.
Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta yaxshi bo'ladi. Sizlarga aytishga oson. Men soppa-sog'man. Nega turishimga ruxsat bermayapsizlar? Shifokor aytdi-ku axir menga. Yaxshisi soppa-sog'siz deb. Mayli. Buguncha dam oling. Ertadan shifokorlaringiz aytganini qilarsiz. Xo'p. Abjabbor, mumkinmi senda gapim bor? Keling, Salim aka, o'tiring. O'zing bilan alohida gaplashmoqchi edim. Boya mavridi bo'lmadi. Xo'sh, nima gap Salim aka? To'g'risini aytsam, hozir ishlarimiz yaxshi emas. Hamma hisobotlardan kamchiliklar chiqyapti. Kompaniyada smeta bilan bog'liq kamchiliklar chiqyapti. Davronga aytsam, loyihani boshlig'i menman deyapti. Moliyaviy tomonlama ham, qo'shimcha resurslarga ham aralasha olmayapman. Chunki men Davronga shu vakolatni berganman. Sizga nimasi yoqmayapti? Meni qarshiligim yo'q. Shunchaki shunga yarasha samarani ko'rmayapman. Jarayon ham noaniq, qanaqadir yopiq ketmoqda. Sen har holda rahbarimizsan. Shunga shu ishni nazoratga olasanmi deyotgandim. Salim aka, men Davronga ishonaman. U o'zini ishini ustasi. Nima qilish kerak bo'lsa, o'zi biladi. Uni o'ziga xos ishlash uslubi bor. Siz shunga aralashmay qo'ya qoling. Hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olmang. Men shunchaki bir og'iz aytib qo'ydim. Yog'ini o'zing bilasan. Shunchaki menga g'alati tuyuldi-da. G'alati tuyulmasin. Shu gaplarni orqadan gapirmasdan, shuni yonida gapirsangiz bo'lmasmidi? Iloji bo'lsa, boshqa meni oldimga birovni yomonlab kelmang. Siz o'zingiz ishingizni qilavering. Endi sizga ruxsat, meni ishlarim bor. Yaxshi. Bu yerda nima qilyapsiz? Shunchaki ko'chani tomosha qilayotgandim. Siz o'zingizni ko'p urintirib qo'ymang. Sizga hali mumkin emas. Hammasi joyida. Ko'ryapsiz mana ularni? Nimani? Odamlar. Chumolidek hamma shoshilib qayergadir ketyapti. Hech kim bir-biriga e'tibor bermaydi. Ha, hayot o'zi shunaqa. Kimdir ishiga shoshyapti, yana kimdir uyiga. Hamma o'zini yumushlari bilan yelib yugurib yuribdi. Odamzod shunaqa umr ko'rib o'tib ketaverar ekan. Kimdir telefoniga, kimdir yo'lga qarayapti. Lekin hech kim tabiatga, osmonga, daraxtlarga qaramayapti. Ha. To'g'ri aytasiz. Voy, assalomu alaykum. Namuncha qolib ketdingiz? Va alaykum assalom. Chiqishdan oldin uylarni tozaladim, shunga vaqt ketib qoldi. Nima qilardingiz shu ishlarni qilib? Ha, bu yerda ham ishni qilib yotibdi-yu. Kamol akamga ovqat tayyorlang, tezlashing. Xo'p. Bilasiz-a, hozir ularga og'ir ovqat mumkin emas. Yengilroq bir narsa tayyorlang. Xo'p, bo'ladi. Bora qoling. Saida, kimdir keldimi? Aziza keldi. Voy, keldimi, xayriyat-ey. Ovqat qilish kerak axir. Oshxonaga kirgizib yubordim, aytdim. To'g'ri aytibsiz. Yaxshi qilibsiz. Ha, oyijon. Bir narsani so'ramoqchi edim. Nimani bolam? Kamol akam bilan gaplashayotganda men kirsam jim bo'lib qoldinglar. Nima haqida gaplashayotgandinglar? Qachon boyami? Hozir. Yo'q, hech narsa deganimiz yo'q. Aytdi, ko'chaga chiqaman, ishga borib kelaman dedi. Men yo'q, xotining xafa bo'ladi dedim. Boshqa ortiqcha gap yo'q. Xo'p, mayli.
Men qarashib yuboraman o'zim. Assalomu alaykum. Kirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Men yangi kelgandim. Keling. O'tiring. Yaxshi keldingizmi? Menimcha Dildor opa aytgan qiz siz bo'lsangiz kerak. Ha, menman. Ismingiz nima? Shahina. Shahina. Meniki Hasan. Bunga e'tibor bermang. Ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi. Biz sohada o'qiganmisiz? Ha, o'qiganman. Qayerda? Yevropada. Yevropa. Yaxshi. Hamma Yevropada o'qib, Yevropaga intilsa, siz O'zbekistonga ishlashga qaytdingizmi? Ha. Yaxshi. Ha, Yevropada o'qigan bo'lsam ham aslida shu yerlikman. Demak, yaqinda keldingiz. Sizga bu kompaniya haqida qisqacha gapirib bersam. Bu yerda yangi loyihalar, asosan kiberxavfsizlikka ishlaymiz. Dasturlar yaratamiz. Bu haqda tushuntirishimni sizga hojati ham bo'lmasa kerak. Sizga ishga kerakli bo'ladigan hujjatlar haqida gapirsam va ishxonani bir tanishtirib chiqsam. Nima deysiz? Ha. Yuring. Qani? Marhamat. Ha, yana nima bo'ldi? Anu Behruz asabimga tegyapti. Behruz? Ha. Nima qilib asabingni buzdi? Kamol akani uyi masalasida ana odam bilan ko'chada uchrashgandim. U odam ham Kamol akani o'g'li bo'lib chiqdi. Xullas, o'sha odam bilan ko'chada gaplashib, shunda tursam, qayerdandir Behruz paydo bo'lsa bo'ladimi? U yetmagandek Hasanga musht tushirib o'tiribdi. Nima? Rostdan? Voy tavba. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Ikkalasi do'pposlashdi. Zo'rg'a ajratib oldim. Keyin Hasandan uzr so'radim. Lekin Hasanning oldida juda noqulay ahvolga tushdim-da. Mana qara-ya. U Behruz seni rashk qilgandir-da. Rashk qilmay ketsin. Meni ana Hasanning oldida shunaqa uyatga qo'ydi. Shu Behruznichi juda g'alati xarakteri bor. Bir qarasang kulib, xushchaqchaq bo'lib yuradi. Bir qarasang g'irt iblisning o'zi bo'ladi. Meni nazarimda ichida ikkita odam yashayotganga o'xshaydi. Lola, sen bu masalani cho'zib yurmasdan unga rad javobini aytishing kerak. Senga erishmasa yoki sendan umidini uzmasa, mana shunaqa qiliqlar qilib yuraveradi. Lekin men unga aytadiganimni aytganman. Tushunishni xohlamaydi. Xullas, u bolaga gapirishni umuman foydasi yo'q. Unda Behruzga sendan ko'ngli qoladigan, qanaqadir uni xafa qiladigan bir ish qilishing kerak. Nima deding? Shundagina undan qutulasan. Sekingina hayotingdan ham chiqib ketadi. Bilmadim. To'g'risi boshim qotdi. Nima qilsam ham foydasi yo'qdek tuyulyapti. Mayli, Behruzni qo'ya tur. Xullas, uy masalasi nima bo'ldi? Rostdan ham uyni sotib olgan Kamol akani o'g'li ekanmi? Shunaqa. Shifoxonamizga kelgan yigit bor-u. O'sha sotib olibdi. Xo'sh. Sen endi nima qilmoqchisan? Uyni u sotarmikin? Sotmas ekan. Bu rejam ham o'xshamadi. Endi boshqa narsa o'ylab topishim kerak. Asabiylashganimdan boshimga og'riq kirdi. Xonamga kirib dorim ichay. Bo'pti. Shunaqa qil. Men ham bemorlardan xabar olishim kerak.
xil kunlarni boshimdan o'tkazdim. Ba'zida baxtli, ba'zida bolalarim uchun borimni berdim. Ularni katta qildim. Mana, hozir hammasi yaxshi. Lekin mana shu barmoqqa uzuk taqilmadi. Onalik menga nasib qildi. Lekin rafiqa kimnidir juft haloli bo'la olmadim. Bu barmog'imda uzuk yo'qligi oxir kunlarimga sabab bo'ldi. Menga har xil gap so'zlar otilishiga sabab bo'ldi. Voy, uyalmasdan yurishini qara. Shunaqa ham betarbiya qiz bo'lasanmi? Eshitdingizmi nima bo'lganini? O'lsin, uyatsiz biti yo'q. Bunaqa ayol mahallamizda yashamasa yaxshi bo'lardi. Har holda o'g'illarimiz ham katta bo'lib qoldi. Bilib bo'ladimi? Birortasini boshini aylantirib olsa, Xudo ko'rsatmasin. Keyin nima qilamiz? Shuni qadam bosish yoqmaydi-da. Shu megajinni qadam bosish yoqmaydi-da. Yaxshi qiz chiqmadi bu. Uyatsiz. Bolani kimdan orttirib olgan, hech kim bilmaydi. Bu yog'iga bunaqa bo'lmasligi kerak. O'sha paytda baxtim uchun kurasha olmagandim. Endi menda boshqa iloji yo'q. Hayotning o'zi majbur qilyapti. Kurashib yashamasang, butun umr baxtsiz o'tar ekansan. Faqat o'zim baxtsiz bo'lsam ham mayli edi. Lekin bu baxtsizlik farzandlarimga ham ta'sir qildi. O'shanda shu narsani tushunmagan ekanman. Qorma ukam. Keyin opa. Men o'ylab qoldim. Nimani? Tinchlikmi? Meni deb ko'p narsalar bo'ldi. Odamlarning gapida ham jon bor. Dadam ham oyim ham meni deb siqilib adoyi tomon bo'lishdi. Men qilgan xatoyim tufayli ularning yuzlarini yerga qaratdim. Qo'y opa, unaqa dema. Nima bo'lganda ham bu taqdir. Hammani peshonasiga yozilgani bo'ladi opa. Xudo xohlagani uchun shunaqa bo'lgan. Ertami, kechmi, baribir bu narsa bo'lish kerak edi. Bu narsada o'zingga aytma. Hatto senga ham ortiqcha gap so'z eshittiryapman. Hammasi men sabab. Shunga sen shu ota uyimizda qolsang. Men bolalarim bilan Samarqandni bir chekkarog'idan uy olib chiqib ketsam. Bolalarim ham ancha katta bo'lib qolishdi. Men haqimdagi gap so'zlarim ancha tinchirdi. Keyin sen ham yangi hayot boshlarding. Uylanarmiding? Nimalar deyapsan opa? Esing joydami? Hech qayerga ketmaysan. Mana shu uyda ota-onamizning chiroqlarini yoqib, birgalikda yashaymiz. Qudrat, senga ham yuk bo'lmay. Haliyam ko'cha-ko'yda meni deb boshing egiladi. Men ketsam hamma narsalar unutilib, o'zingni yangidan hayotingni boshlaysan. Meni o'ylama opa. Agar nasib qilgan bo'lsa, sen aytayotgan hayotni shu yerda ham quraman. Nasib qilmasa qilmas. Lekin sen hech qayerga ketmaysan. Oyim senga ko'z-quloq bo'lishimni, doim yoningda bo'lishimni tayinlagan. Bu oyim rahmatlining vasiyatlari. Axir sen ketsang, men aksincha xotirjam bo'la olmayman. Bu gapni boshqa eshitmay, hech qayerga ketmaysan. Qanday qilib bir o'zim sizlarsiz shu hayhotdek hovlida yashashim mumkin? Endi baxtim uchun kurashishdan qochmayman.
Ha, dada, yolg'izman. Nimaga? Yoningda hech kim yo'qmi? Hamma o'z ishida, o'qishida. Saida, Tinchlikmi, dada? senga muhim gapim bor. Qanaqa muhim gap? Esingdami? U birinchi bo'lib Kamolni uyiga borgan edi. Keyin esa qo'ng'iroq bo'ldi deganding. Shular esingdami? Ha, esimda. Nimagadir o'xshamayapti. Agar esingda bo'lsa, bunga jiddiy qarash kerak degandim. Kamolning telefonini, noutbukni tekshirib ko'r. Bu narsani bilishga harakat qilish kerak. Dada, bu shunchaki anglashilmovchilik bo'lgan. Sen qayerdan bilasan? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Buni aniqlash kerak. Rostdan ham bu ishlarga Kamolning aloqasi bormi yoki shunchaki uni bizga gumondor qilib ko'rsatishyaptimi? Xo'p, dada. Nima qilishim kerak? Ishqilib, bu hafta Kamolni o'ziga aytib qo'ymadingmi? Yo'q. Yaxshi unda. Kamolga bildirmasdan uni telefonini, noutbukini yaxshilab tekshirib ko'r. Keyin qolganini maslahat bilan ish qilamiz. Xo'p, dada, harakat qilaman. Mayli qizim. Yana gaplashamiz. Xo'p. Omon bo'l. Aziza qizim, yaxshimisiz? Ha, keling, opa. Nima bo'ldi? Ha, yaxshiman. Uzr, opa. Biroz kechikdim. Yo'q, hech qisi yo'q. Tinch bo'lsalaring bo'ldi. Maftuna qani? Yaxshi, hozir uyda. Ha. Haligi Maftunani o'g'irlab ketganlar topildimi yo'qmi? Yo'q, topilmadi. Ichki ishlar ham qidirishyapti. Agar birortasi topilsa xabar beramiz deyishuvdi. Ha. Ular niqobda bo'lgani uchun hech kim bilmayapti kimligini. Ushalmayapti. Hay, biror muammo yo'qmi? Yo'q. Shunchaki qo'rqitishibdi. Xudoga shukr. Jurnalist ishlari bo'yicha. Kerak emas shu ishi. Qo'ysin, qiz bolaga nima kerak shu? Men ham aytdim shuni necha marta. Tinch o'tirsin, ey. Bexavotirgina o'tiramiz bizlar ham. Ha, mayli. Muhimi, yaxshilik bilan tugabdi, to'g'rimi? Ha. Mayli, ishingizni qilavering. Sizga xalaqit bermay. Voy Hasana, bu bola nimaga shunaqa tartibsiz, a? Hamma yoqda kiyimlar ivirsib yotibdi. O'g'il bola degani shunaqa bo'lar ekan-da. Ha, Hasan tartibsiz. U sog'lom turmush tarziga rioya qilmaydi. Girgitton, senmisan? Kim ekan deb qo'rqib ketdim. Yoqib qolib ketibsan-da, Girgitton. Ha, shunday. Men yoqiqman. Lekin xavotirga o'rin yo'q. Meni quvvatim anchaga yetadi. Unday bo'lsa yaxshi. Xo'sh. Hasan bilan nimalar haqida gaplashding? U menga hamma sirlarni aytadi. Ha, shunaqa degin. Girgitton, xo'sh, aytchi. Hasan kimni yaxshi ko'radi? Hasan onasini, singlisini juda yaxshi ko'radi. Buni bilaman. Yanachi. U yana dadasini ham yaxshi ko'radi. O'zi aytdimi? Ha, u menga dadamdan nafratlanaman, lekin ularni yaxshi ko'raman. Nima bo'lgan taqdirda ham u meni otam, ular bilan bir oila bo'lib yashashni yoshligimdan orzu qilganman deb aytgan. Shunaqa degan? Ha, shunaqa. Abdujabbor aka, Kamol akani eshitdingizmi? Ha, o'ziga kelib qopti deb eshitdim. Kasalxonadan chiqibdi. Yetmaganidek Saida opa o'zini uyiga olib ketibdi. Yo'q-e? Saida bilan yarashib o'pti-da unda. Joni qattiq ekan. Shunda avtohalokatdan omon qoldi-ya. Endi nima qilamiz? Biron bir reja tuzamizmi? Yo'q. Unga ketma-ket bosim uyushtirilsa, uyushtirilganligi bilinib qoladi. Hozir o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yursin. Sen hozir ishga qara. Kompaniyada muammolar bor deb eshitdim. Hammasi joyida. Muammo bor deb Salmak aytdilarmi? O'zi juda ham vahimachi ekan. Pashshadan fil yasashni juda yaxshi ko'rar ekan. Men senga ishonaman. Hammasini o'z nazoratingga olasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Siz xavotir olmang.
Bu yog'ini menga qo'yib bering. Mayli. Qani yurchi tushlik qilib olaylikchi. Xo'p bo'ladi. Qornim ochib ketdi. Tushundimmi? Xo'p. Bo'ldi, unda kechki payt uchrashamiz. Kelishdik, xo'p. Dadajon, kechki payt uchrashamiz dedingizmi? Ha, qizim. Ish bo'yicha. O'zi yaqinda shifoxonadan chiqqan bo'lsangiz, hech bo'lmasa ozgina dam oling. O'zimni mehribon qizim. Men yaxshiman. Endi hadeb yotaversam ham bo'lmaydi. Oyim bilan buvimni jahllari chiqadi, dadajon. Sen xavotir olma, jahllari chiqmaydi. Men yotolmasligim ular yaxshi bilishadi. Xo'sh, sen o'zing nega maktabga bormading, qizim? Ertaga boraman, dadajon. Faqat bugunchalik siz oldingizda bo'lib turay degandim. Ertaga maktabga borgin. Bo'lmasa darslardan qolib ketasan, qizim. Xo'p bo'ladi, dadajon. Bu ishlar ham tugamas ekanda. Ularni qarang. Hozircha ular juda baxtli hayot kechirishyapti. Lekin bu ikkisi bir-birini chindan yaxshi ko'rarmikan? Yoki bir-birini aldab yurganmikan? Hozir yaxshi qizlar ham muammo bo'lib qoldi. Diyorani tug'ilgan kuniga ham ozgina qopdi-ku. Nima? Hozir. Hey, Hozir. To'xta. Bir daqiqa. Hozir. Tug'ilgan kuning bilan Diyora. Bu senga. esingdamidi? Indamaganiga esingdan chiqdi deb o'ylabman. Nimaga esimdan chiqadi? Hamma narsa esimdan chiqsa ham, bu kun esimdan chiqmaydi. Zo'r bular. Ana o'sha sen xohlagan kosmetikalar. Hammasini topdim. Qara, qanchalik xohlagandim. Rahmat. Ha, aytgancha, sen yoqtirgan restorandan ham joyi buyurtma qilib qo'yganman. Qolaversa bu sovg'alar ham oxirgisi emas, boshlanishi. Rahmat. Ayniqsa shu kerak edi. Rosa xursand qilding. Bugun rostdan ham unutilmas kun bo'ladi. Bu gapni aytishga shoshilma. Hali kun tugagani yo'q. Yana bir-ikki narsalarni o'ylab qo'yganman. Qani ketdikmi? Marhamat. Ra'noni aytgan gaplarida jon bor. Rostdan ham unga bo'lgan munosabatim boshqacha edi. O'sha paytda menga nima jin urdi o'zim ham hayronman. Tug'ilgan kuniga ham oz qoldi. Uni tabriklab, chin dildan uzr so'rasam, balki meni kechirar. Menimcha hali ham kech emas. Uni ham ko'nglida oz bo'lsa ham menga nisbatan sevgisi borligiga ishonaman.
Yona qolsang-chi. Yona qo'yindi. O'z o'g'liga bunaqa qilmasa kerak. Bu yerda boshqa bir gap borligi aniq. Saida, nima qilyapsan? Haligi Bu meni noutbukimmi? ha. Hamma yoq shundoq ham yonib yotibdi. Qiladigan ishlarim tiqilib yotibdi. Kompaniyaning ishlarimi? Bizni asl ishimiz muammolarga yechim berish. Yaxshisi e'tiborimizni muammolarga qaratganimiz yaxshi. Ana o'shanda yaxshi g'oyalar topamiz menimcha. Azobni qo'lidan ushlaganim rost. Yomonga haqiqat so'zlayman mudom. Ahmoqlar zamonga bo'lgan go'yo most. Mostlikdan charchadim. Charchadim biroz. Siz men orzu qilgan inson emassiz. Nima shuni tushunish qiyinmi? Balki to'xtash vaqti kelgandir. O'g'li Hasan sal xalaqit beradi-da. Endi ular Samarqandda bo'lganda yaxshi bo'larmidi? Sen bilan gaplashib olish uchun chaqirdim. Xo'sh. Senga bitta jiddiy gapni gapirishim kerak edi. Qanaqa gap ekan? Vaqt o'taveradi, o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Og'ir yengil bilan, quvonch alam bilan. Vaqt o'taveradi, vaqt o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Quvonch alam bilan, orzu armon bilan. Hayot asli juda ham qiziq bir o'yin. Yutasan lekin yutqazishing bir kuni tayin. Bu o'yinda g'urom qilmay yashash juda qiyin. Kimdir yoningda yurib cho'q qaziydi atayin. Bilib bilmay bu yo'llarda qilibman ko'p xato. Bu xatolarim bir umrga qilmoqda ado. Vafosizlikdan charchab ketdi shunchalar bu dil. Faqatgina iltimos xasta bo'lmagin. Yo'llarda nimalarni ko'rdim. Kecha yaxshi bugun yomon bo'ldim. Og'ir kunda bir o'zim qoldim. Kerakli xulosani oldim. Bu yo'llarda nimalarni ko'rdim. Kecha yaxshi bugun yomon bo'ldim. Og'ir kunda bir o'zim qoldim. Kerakli xulosani oldim. Vaqt o'taveradi, o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Og'ir yengil bilan, quvonch alam bilan.